Bir marta bo'lsa ham Toshkentdan vodiyga yoki vodiydan Toshkentga o'tgan bo'lsangiz, albatta Ohangaron va Toshkent oralig'ida Shodimalik ota ziyoratgohini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shodimalik ota ziyoratgohi Toshkentdan 40 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, Ohangaron daryosini o'ng qirg'og'ida joylashgan. Shodimalik ota o'zi kim bo'lgan? Bunga hozir ichkariga kirib oydinlik kiritamiz. Xo'sh, Shodimalik ota o'zi kim? Va nima sababdan mana qariyb 900 yil o'tibdiki, mana shu ziyoratgohdan ziyoratchilarning qadami uzilmaydi. Shodimalik ota Piri Turkiston Hoji Ahmad Yassaviyning ustozlari Arslonbobning nabirasi hisoblanadilar. Shayx Abdulmalik hoji keyinchalik xalq tilida Shodimalik ota sifatida saqlanib qolgan. Shodimalik ota Yassaviya tariqatining buyuk piri murshidi bo'lganlar. Irshod qilish ijozasini esa otalari Mansur otadan olganlar. Mansur ota esa o'z o'rnida Hoji Ahmad Yassaviyning birinchi xalifalari hisoblanadi. Shodimalik ota o'zlari ham hayotlari davomida buyuk pir, ustoz Hoji Ahmad Yassaviyning zikr halqalarida ko'plab marotaba ishtirok etganlar. Zangi buva Shodimalik otaning nabiralari hisoblanadi. Manbalarda kelishicha, Shodimalik otaning asl ismlari Malik Abdulloh ibn Ahmad ibn Qul Muhammad ibn Qodir al-Ilohiy hisoblanadi. Dastlabki ilmni o'z otalari Mansur otadan olganlar. Shu bilan bir qatorda Hoji Ahmad Yassaviyning ma'naviy madrasasini ham bitirib chiqqanlar. Undan so'ng tahsilni Buxoro madrasalarida davom ettirib, Hoji Yusuf Hamadoniyning ta'limotlarini puxta egallaganlar. Keyinchalik talabalik davrlari tugagandan so'ng Buxoro, Xorazm, Iloq va yana bir qancha o'lkalarda tolibi ilmlarga dars berganlar. Keyinchalik Shodimalik ota shu yerga kelganlar. 63 yoshga yetganlarida ustozlari Hoji Ahmad Yassaviy tutgan yo'lni tutganlar. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam 63 yildan ko'p bu yorug' olamda yashamadilar. Endi bizga ham bu yorug' olamda 63 yildan ortiq turish nomunosibdir degan qarorga keladilar va o'zlari bunyod qilgan chillaxonaga kirib ketadilar. Ba'zi manbalarda kelishicha, keyinchalik yana 40 yil davomida chillaxonada yashaganlar. Bu davr mobaynida toat ibodat, riyozat, zikrlar, tolibi ilmlarni kamolotga yetkazish hamda turli xil mavzudagi kitoblarni ta'lif etish bilan shug'ullanganlar. 1203-yili vafot etganlar. Xabarlarga ko'ra sohib Qur'on Amir Timur u zotning qabrlari ustida kulliyot shaklidagi maqbarani bunyod qiladi. Unda maqbara, madrasa hamda masjid bo'lgan. Maqbara ostida esa yer osti yo'li hamda chillaxona bo'lgan. Ushbu ziyoratgohga mas'ul bo'lgan so'nggi shayx Hojixon hojaning o'g'li Nazirxon Eshon 1930-yili Piskent shahriga ko'chib ketgach, ziyoratgoh asta-sekin tashlandiq holga kela boshladi. Rus olimlarining hududni o'rganish asnosida maqbara yer osti yo'lidan kirilganda 30 ga yaqin qadimiy qo'lyozmalar topishganligi haqida xabar beriladi. Keyinchalik davlat xodimlari kelib, bu qo'lyozmalarni olib ketishgan va bugungi kungacha bu ma'naviy xazinaning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Yo'qolgan kitoblar orasida ilohiyot sirlari, tush ta'birlari, Qur'oni Karim tafsirlari va yana boshqa ko'plab ilmlarga doir asarlar bo'lganligi ma'lum. Bu kitoblarning aksarini Shodimalik otani o'zlari yozganlari haqida xabarlar bor. Lekin afsuski bugungi kungacha bizgacha Shodimalik otaning hech bir asarlari yetib kelmagan. Shodimalik otani qalamlariga mansub Axloqi tarbiyai sag'ir kitobning nomigina bizgacha yetib kelgan. Bu kitob yosh go'daklarning tarbiyasiga doir maslahatlardan iborat bo'lgan. Ushbu ortimdagi maqbara Shodimalik otaning asl yer osti maqbaralarining ustiga bunyod qilingan. Ushbu ortimdagi inshoot 2008 va 2018-yillar oralig'ida 10 yil mobaynida mahalliy xalq tomonidan hashar yo'li bilan bunyod etilgan. Siz ham Toshkent Ohangaron yo'li orasidan o'tadigan bo'lsangiz, Bolg'ali qishlog'i yaqinida joylashgan Shodimalik ota ziyoratgohiga tashrif buyuring. Buyuk shayxning ruh poklariga Qur'on tilovat qilib baxshida qilishni unutmang.